Ovora bo'lib eng zo'r marketologlarni ishga olaman deb yurmang, chunki ularni oyligini baribir to'lab bera olmaysiz. Bu nima degani? Zo'r marketolog bo'lsa o'ziga ishonadi va olgan puliga yarasha natija qilib beradi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu fikringiz umuman o'zgarib ketadi. Hammamiz bilgan Colgate brendi bor, zubnoy pasta ishlab chiqaradi. Xuddi shu brendning marketologlari sotuvini orttirish maqsadida menimcha eshitgan bo'lsangiz kerak, shu teshigini 5 mm dan 6 mm ga chiqarib qo'yadi va natijada siz zubnoy cho'tkaga shuni siqayotgan vaqtingizda 40% ko'proq pasta zubnoy cho'tkaga oqib chiqadi. Oldin 1 oyga yetayotgan zubnoy pastangiz endi 20 kunda tugashni boshlaydi va bu degani Colgate brendining sotuvlari yana ham oshadi degani. Ozgina o'zgarishlar ham bu brendga millionlab, milliardlab dollar qo'shimcha daromad olib kelib berishi mumkin. Endi O'zbekistondagi ikkita mebelchini tasavvur qiling. Bittasi oyiga 50 ming dollar sof daromad qiladi, yana bittasi 5 ming dollar daromad qiladi. Endi juda ham tajribali, kuchli marketolog keldi va shu ikkala mebelchiga bir xil taklif berdi va shu ishni qiladigan bo'lsanglar, ikkalanglarni ham sotuvlar, ya'ni sof daromadinglar 10% ga oshadi dedi. Bu degani 50 ming dollar sof daromad qilayotgan birinchi mebelchi endi 55 ming dollar topishni boshlaydi. Ikkinchi mebelchi 5500 dollar sof foyda ko'rishni boshlaydi. Natijada nima bo'ldi? Marketolog bitta, berilgan taklif ham bitta, lekin yaratilgan qiymat ikki xil bo'ldi. Endi bu holatda 5 ming dollar yana qo'shimcha pul topgan mebelchi rozi bo'lib 2 ming dollarni shu marketologga beradi. Ikkinchi mebelchiga bo'lsa o'zi 500 dollar qiymat yaratildi xolos. Shuning uchun u maksimum 400 dollar beradi, bo'lmasa 200 dollar beradi. Katta qiymat yaratib bera olmagan marketolog aybdormi yoki marketologga yetarlicha pul bera olmagan biznesmen, ya'ni mebelchi aybdormi? Mening fikrimcha, tadbirkorda ham, marketologda ham ayb yo'q. Shunchaki ular kelishuvni to'g'ri qilish kerak edi. Shuning uchun mening sizga tavsiyam, zo'r marketolog topib, uni ishga olaman deb ovora bo'lmang. Chunki unga yaxshi oylik bera olmaysiz. Yaxshi oylik bersiz ham, u sizga yetarlicha qiymat yaratib bera olmasligi mumkin. Buning o'rniga o'sha zo'r marketologni toping va u bilan bir hafta, bir oylik dogovor qiling. Uzoq muddatlik, masalan, 1 yoki 5 yillik strategiyangizni tuzib bersin. Siz nima deb o'ylaysiz? Zo'r marketolog topib, undan uzoq muddatli strategiya olgan yaxshimi yoki o'rta darajadagi bir marketolog topib, u bilan doimiy ishlagan yaxshimi?